Assalomu alaykum qadrdonlar, ro'za oylari hammaga muborak bo'lsin qadrdonlar. Xudo xolasa bugungi videomiz darvozalar haqida bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bir-biridan chiroyli darvozalarni ustakalar qo'llari dard ko'rmasin, chiroyli qilib qo'yishibdi. Xo'p, bu tomonda mana qo'l mehnatilar, har bitta elementlarni qo'lda qilamiz deyapti. Endi bu tomonda shtampovkalar, bularda xudo xolasa kelishilgan holatda qilib berishadi. Qadrdonlar, bundan tashqari bitta savobli ish qilishyapti. Mana shu ko'rib turgan shu darvozalaringning narxi 3.700.000 so'm ekan. Shu darvoza 3.700.000 so'm. Buni bitta qiynalgan odamga topib beraylik deyapti. Buni aniqlashtirib yo'li bor. Kommentariyaga o'sha qiynalgan odamlar nomerlarini yozish kerak. Endi YouTube'ga qo'yamiz. YouTube'da u odamlarni lichkasiga yozolmaymiz. O'shaning uchun nomerlarini yozish kerak. Bir oyda bitta odamga faqat qiynalgan odam bo'lishi kerak. Shu videomiz 100.000 prosmotr bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa, ustakalarimiz ishlari ham yaxshi bo'ladi. Bemalol qoplaydi. 4 million so'm bemalol bitta oilaga, darvozasi yo'q oilaga qilib berishadi. O'sha aytganimizdek, uyda darvozasi bo'lmasligi kerak. Masalan, kimdir parda tortib qo'yadi, kimdir taxtadan, kimdir tulkadan qilib qo'yadi. O'shaning uchun boriladi, tekshiriladi. Mahalla komitetidan ham so'rab turib, haqiqatda bular bechora darvoza qo'yib bersalar ham bo'laveradi desa, bemalol borib qo'yib beramiz, xudo xolasa. Endi bu qator narxlarni sizlarga darvozalarda kimga qiziqadigan bo'lsa, ustagamiz bilan sizlarga bitta obzorni qilib beramiz, xudo xolasa. Mashinasidan boshlaylik aka. Yo, arzondan boshlaymizmi? Yo'q, mana skromni chiqqan, yaxshi fasonda bo'lib chiqqan mashina. Juda chiroyli ekan. Razmeri necha bil aka? Eni 5. Eni 5. Bo'yi 4. Bo'yi 4. Ha. 2 lista bo'lgan. Bemalol. Shumka bo'lgan. Shumka bo'lgan, bemalol qolishaveradi. Kraskalari-chi? Kraskalar ballishniyda bo'lgan. Kraskalar ballish. 9 grammlashli ballishli kraskadan bo'lgan, toza kraska, xudo xolasa, zo'rat qilib qo'ymaydi. Yaxshisidan shumka qilib, hamma yo'qlarni zo'r qilib berganmiz. Profillari ham 1.7 profildan bu joylari. 1.7 profil. Zo'r. Endi bu taylardek bu oyoqchalari nima endi aka? Bu yerga kirib ketadimi bu? Hozir xolasa, shiveldir qilib beramiz. Xolasa profildash qalirlardan qilib beraveramiz. Endi bu hozir yerga kirish hisobini olinganmi? Yerga kirish hisobi bor, shu 30 bemalol yerga kiradi. Qolgan joylarni darvoza katta qilib beramiz. Darvoza kattaligini hisobiga. Yonda ashkalari ham bor, ashkalari ham yonda kirib ushlab qoladi darvozani ancha. Bu endi ko'proq Samarqand fasonga ham o'xshab ketar ekan, lekin Samarqand fasonga tortadi, faqat bu skromnirog'i. Ko'pchilik Samarqand fasonda guli ko'p, nimasi ko'p degani uchun skromni qilib, mash fasonni o'zimiz tanlab nima qilib chiqardik. Yangilik qilib, ha? Yangilik qilib, xudo xolasa. Necha puldan chiqyapti endi bu aka? 1 kvadrati 1.5 million so'mdan chiqyapti. 1.5 million so'mdan chiqyapti. Juda ham yaxshi. Qadrdonlar. Xudo xolasa. Keyingisi aka? Buni high-tech fasonda, xudo xolasa, yonlariga ham ashka qilib chiqardik, chiroyli qilib. Ashkalarni ham yaxshitalik skromli bo'ldi, har qattalik har xil nima qilmadingiz, skromli qilib, ejavekalarni yopishtirib, lazer hamma yo'g'ini yopishtirib, listlari ikkilida qilib, ikkilik shumka bo'lgan. Shumka qilib, lazerda kestirib, u hamma joyini. O'zimiz nima qilmasdan lazerda kestirib chiroyli qilib, xudo xolasa chiqardik. O'rtalari nerjaveka buni, ha? Nerjaveka bo'lgan. Nerjaveka ham yupqa bas. Oynali joylari hammasi nerjaveka. Nerjaveka bo'lgan. Zanglamaydi, chirimaydi. Xudo xolasa zanglamaydi, yaxshi bo'lib, chiroyli qilib beramiz. Necha puldan chiqyapti hozir bu aka? Buni kvadrati 1.5 million so'm bu ham. Kvadrati 1.5 million so'mdan. Uylariga moslab turib, necha kvadrat bo'lsa, ko'paytirib olsa bo'laveradi. Juda ham yaxshi. Xo'p, endi bunisi aka. Bunisi ham, bu ham ruchnoy qo'l mehnati. Просто ko'p odam qiynalganligi uchun ozroq qilib chiqargan biz buni. Buni kvadrati 700 mingdan, monolisti 1.3 bo'lgan. Xolasda 2 lida qilib beramiz. Puli o'zgarmaydi umuman. Puli bir xil bo'ladi. 700 mingdan bo'ladi o'shanda. Bu 1.3 eng qalini shershaviy chiqarib beradi. Xolos shuning uchun 1.3 ta qilib shershaviy qilib chiqarganmiz. 2 lida shershaviy bo'lmaydi, tekis bo'ladi, lekin puli o'zgarmaydi. Bir xilda bo'ladi. 700 mingdan kvadrati. Xudo xolasa shu ruchnoy qo'l mehnati zo'r bo'lib chiqqan, xudo xolasa. Zo'r aka. Endi bunisi aka. Bunimiz asli bosmani high-tech yangi chiqqan nimasi, yonlariga nejavekalar qilib chiqardik. Bitta buni o'zidan nima bo'lib qolmasin deb yonlariga ham nejavekalar qilib chiqardik. Mana xudo xolasa yaxshi, chiroyli bo'pti bu ham. Listi 1 lida bo'lgan. Xudo xolasa kvadratini 400 mingdan qilib beramiz. Nerjavekasi yo'q bo'lsa 400 mingdan tushadi. Agar nerjavekasi bo'lsa, mana 450 mingdan qilib beraveramiz, mayli. 450 ming so'm. 450 mingdan qilib beraveramiz. Nerjavekasi yo'qsa, mana o'zi 500 ming qilyotgandik. 450 mingdan ro'za kuni, ulug' kunlarda xudo xolasa yengil odamlar qiynamaydigan qilib beramiz. YouTube hamma yo'q bo'ladi, xudo xolasa chiroyli qilib beramiz. Zo'r aka. Endi bunisi-chi, o'sha boshida aytganimizdek, mana bu kvadrat 400 mingdan
Ko'rasiz, Dubay ko'ryapsizmi? fason, Dubayda faqat bosmasi, Istanbulkasi. Dubay Hmm. fason. Xudo xolasa bu ham yaxshi zo'r bo'lib chiqqan. Listlari birlikda bo'lgan. Kvadratini 400 mingdan qilib beramiz 400 ularni. mingdan qilib berilyapti. Hmm. Xo'p, endi bunisi-chi aka? Buni ham xuddi shunaqa nejavekasi bo'lmasa, kvadrati 400 mingdan tushadi. Bu nejavekalarni olib, germetikada yaxshi chiqib ketmaydigan germetikaga yopishtirib, zo'r qilib beramiz. Xudo xolasa 450 ming so'mdan tushadi o'shanda. Yo'q, menga kerak emas bunday nimalari. Skromniy bo'lsa yetadi, menga nejaveka kerak emas desa, 400 mingdan o'zimiz ustanovka o'rnatish, hamma yo'g'i bepul. Shuni ichida, xudo xolasa, butun O'zbekiston bo'ylab chiroyli qilib beramiz. Zo'r aka. Bunisi-chi aka? Bunisi skromniy chiqqan, xudo xolasa yaxshi bo'lib skromniy chiqqan, listi birlikda bo'lgan. Buni ham jali qimmatidan qilib nima qilmaganmiz. Buni ham kvadrat 400 ming so'mdan 3,5 ga 3,5, 12 kvadrat bo'ladi. 400 ming so'mdan bu. 400 ming so'mdan. Xo'p, bunisi-chi aka endi? Bunisi kvadrati 600 ming so'mdan bu. 1.3 ta bo'lgan. Aha. Bu profillari 1,5 stenkada bo'lgan, qalinda bo'lgan. Nejaveka hamma yo'q bo'lib 600 mingdan 600 mingdan. kvadratini nima qilib Kraskasi ham ajoyib. ko'kimtirroq. Materiali o'ta blest qilgan emas aka. Skromniy qilib, nihoyatda zo'r qilib chiqarilgan. Gekka balishnidan urganmiz. Sal ko'kimtirroq. Kraskasi ham mativ, laki ham mativiy urilgan. Xudo xolasa zo'r bo'lib, mana shu ham chiqdi mana mativiy. Buni necha puldan qilib beryapmiz? Buni 600 ming qilib beryapmiz. 600 ming. Listi 1.3, bosmani eng qalini. Bosmani eng qalini 1.3lik. Zo'r. Bunisi-chi aka? Buni kvadratini 400 mingdan qilib beryapmiz. Xudo xolasa listlari birlik. Mana bemalol ko'raverasizlar, yaltillab, nima bo'lib turibdi, chiroyli bo'lib turibdi. Xudo xolasa o'rnatib, chiroyli qilib nima qilib beramiz butun O'zbekiston bo'ylab. Xo'p. Yaxshilab o'rnatib beramiz. Bu necha pul chiqyapti aka? Kvadrat 400 mingdan qilib beramiz. Kvadrat 400 Ha, ming. 3,5 ga 3,5. 3,5 ga 3,5. Xo'p, endi bunisi kraska sepilmagan. Bu sepilmagan holat ko'rsatib beradigan maqsadda ko'rsatdik. Mana buni yog'i bo'ladi, yog'larni yuvib yuborganmiz, rasayitilda yaxshilab, ertaga post tashlab optoda yog' qaynab, post tashlamaydi, har xil nimalar bo'lmaydi. O'shaning uchun yonlariga ham germetika qilganmiz, suv tegsa zanglamaydi. Faqat spakulobga teggan joyi mana shu joylari chok ashunda ham chokiga beriladi. bilinmaydi, yupqa berilgan, shtoba choklarini yopish uchun bu tashlab netib olma qilib bormaydi. Xudo xolasa yaxshi kraskadan oldingi holatni ko'rsatib beradigan maqsadda shuni ham olib chiqib qo'yib qo'yaylik aka, ish bo'layotgan jarayondan xudo xolasa. Bu 3 xonatlimi? Bu 3 qanatli bu. 3 xonatli. Ha, endi 4, bo'yi 3,5, endi pramuga nimasini qo'yganimiz yo'q hali. Bu hali sepilmaganligi uchun pramugani qo'yib nima qilganimiz yo'q. Xo'p, necha puldan chiqyapti bu? Buni kvadrati 600 minglikdan bu ham. Bu ham oldi. Nari chekkadaydan 600 minglikdan faqat bez kraska hol turgan joyi kraskasini sepib beramiz, 600 mingdan bo'ladi. Zo'r. Aka, mana shu darvozalar hammasini O'zbekiston bo'yicha bepul o'rnatib berasiz. Bepul o'rnatib beramiz, xudo xolasa. Eng arzonini aytsam, bepul o'rnatib berasiz. Eng arzonini o'rnatib beramiz. Zo'r. Zo'r, xolos 400 minglikdan o'rnatib beramiz. 600 minglikda ham, 1,5 millionlikda ham olib borib o'rnatib beramiz bepulga. Endi Rossiyada yurgan aka-ukalar bo'ladigan bo'lsa ham, pulini to'lashsa o'rnatib beraverasiz. Ha, albatta. Xudo xolasa. Zo'r qilib o'rnatib beramiz, xudo xolasa. Qadrdonlar, aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Xudo xolasa chiroyli holatda qilib berishadi. Mana o'zlarining ishxonalari mana shu yerda. Bemalol qo'rqmasdan zakaz qilasizlar, aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa biz hozir Ma'lon shahrida turibmiz. Ekranda nomerlarni qoldiramiz. Telegram, WhatsAppdan o'zlaringga yoqqanini skrinshot qilib tashlasalaring, o'sha darvozani tayyorlab berishaveradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.